Nima, tenglikli xonanda bo'lishlariga ruxsat bergansiz-ku? Oson bo'lmagan ruxsat berisham ona. Ha, yo'q. Endi qiz bola bo'lganligi uchun men uchun masalan o'sha payt Gulsanamxonni Katta san'at kollejini bitirsa-yu, biz ham shunday erga berib olsak, qutulsak javobgarligidan oson bo'lardi. Faqat Gulsanamxonga berilgan istidodni qanaqaligini bilamiz-ku. Ular men haligini aytib o'tdim, Botir Qodirov dedim, Gulsanamxon Mamazoitova, Yulduz Turdiyeva, bular inkor etib bo'lmaydigan istidodli ovozlari bor, shunaqa istidodlilarda bular. Bularni ko'ra bila turib inkor etish noto'g'ri bo'ladi-da. Gulsanamxon ham shunaqa bo'lgani uchun noiloj ming andisha bilan keyin jo'natganmiz o'qishga Toshkentga. Endi bu ikkinchi qism bor edi, shu farzandlarim, ayni shu qizlarim hech qachon san'atkor qilmayman degan ekansiz. Nimaga unda singizga ruxsat bergan ekansiz? Chunki inkor etib bo'lmaydi-da uni san'atini. Bo'ldi. O'z farzandlaringiz. Meni farzandlarimda unaqa darajada kuchli qizlarimda hammasida bor qonida. Hammasi hissiyot his qiladi, boshqa qiladi, lekin istidod boshqa narsa-ku.